To'xtang xonim. Dubayga ketishingiz shart emas. Agar rozi bo'lsangiz, kompaniyangizni oyoqqa turg'izishga men yordam beraman. Siz kimsiz o'zi? Menga qanday yordam bera olasiz? Men iDiamond Group kompaniyasi egasiman. Sizni ham, ishlaringizni ham 1 yildan beri kuzataman. Hech ham taslim bo'lmaganingiz meni hayratda qoldirdi. Diamond Group kompaniyasi yordami bilan ishlarimiz o'z joyiga tushdi. Barcha xodimlar nomidan Ko'k Olmosga rahmat aytmoqchiman. Bilaman, hayotingizda ko'p narsani yolg'iz yengib o'tgansiz. Lekin baribir sizni kechki ovqatga taklif qilgim keldi. Men bunaqa uchrashuvlarga o'rganmaganman. Ustiga ustak, men yolg'iz emasman. Bolalarim bor. Men sizni o'tmishingiz uchun ayblamayman. Sizni juda ham hurmat qilaman. Bir kecha bo'lsa ham shunchaki chiroyli suhbat qilamiz. Mayli. Bolalarimni onamga qoldiraman. Mani shirin toylarim. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Oyijon, sizni juda ham sog'indik. Qizim, bugun boshqachasan. Ishonching komilmi, bolam? Yana adashib qolmagin deyman. Yana aldanishdan qo'rqyapman, oyi. Lekin u meni ham, bolalarimni ham qabul qilishini aytdi. Shunga imkon berib ko'rmoqchiman. Balki sizni hayotingizga kech kirib kelgandirman, lekin qolgan umrimizni birga o'tkazishni xohlayman. Menga turmushga chiqasizmi? Bu to'y bo'lmaydi.